Assalomu alaykum, Aliya Sultan taom pishiriq darsxonasidagi barliq Gulchiroy xonim qizlar. Bugun biz sizlarga shu meg'izli halva etish usulini tanishtirib o'tamiz. Chunki shu halva shu yoz kunlari iste'mol qilishga mos keladi. Qish kunlari iste'mol qilmaymiz, chunki qishda issiq tabiiy issiq taomlarni ko'p yeymiz. Masalan, shu qo'rib yegan tomoqlar ko'proq salmoqni egallaydi, havo sovuq bo'lganligi uchun. Lekin odam badani quruqsiqqa moyil bo'lib qoldi. Lekin yozning kunisida meyve çivini, yani şu nayetimi bedenimizge soğuk keldiğen meyve çivilerini ısık içidime yiyip salımız, soğuk içimliklerini içip salımız. Şonlaşka bundak vakitte şu halga itip yesek, şu bedenimizdeki şu yani ısıqlı soğuğluğunu tanışaydı hanımlar. Şonlaşka yazda itip yiyişke mas keldiğen bir xil taam türü halva. Şonlaşka bunun için ketilgen materyallar quyruq may. Yeni köydürülgen quyruq maydan 100 gram, muvaffaq miqdarda yanıq meğizi, navat, yani ben zəfər navat işlettim. Şeker işletsem buldu, lakin navatta təmibək milisil çıkıdı 140 gram etrafıda. Ona, adetki ondan 90 gram etrafıda buldu. Yani tamak kuşkumda gram sanı canlayamayan hanımla bana mişinçilik kuşukta 5 tamak kuşuk etrafıda un. Mış tamak kuşukda 2 tamak kuşuk etrafıda muzdek su hanımlar. Ondan başka hanımlar biz çaynikimizge navatim kızlıqa çay demlep alımız kıynak halatda. Şu demlegen çayimizni endi navatlan üstüge kuyup navatimizni eritimiz kızlar. Navatni eritishimiz kerak. Bu xil holatda navat ishtik erimeydi. Agar navatni tezroq eritaman desanglar, şu navat bilan şu çay aralashimizni ko'rg'ib qo'yib, 1 minut qaynatib olsanglar, bir ikki qaynab chiqqandan keyin ilashtirib olsanglar, navatning erishini ilgari surdi. Mana qizlar, qo'rilib bo'ldi. Mas quyuq suyuqligini ko'ringlar. Qo'shiqning uchida ezilmay qolgan yer bor. Qaranglar. Mana shunday holatda. Endi boya tayyorlagan muzdek suvni quyamiz. Bu muzdek suvni quyishdan maqsad mana oldinglar marvaitdek pek chiroyli chiqadi. Endi navat suyimizni quyamiz. Elashtirib turibsizlar. Kalan navat suyumuzni quyamiz qizlar. Buni cho'qim to'xtamasdan elashtirib tursa tek tutamiz. O't naytini bo'sh holatda. Hanım kızlar, mağlumuzun yığışında bir xil şekilde qaynatıda kızlar. Mana qaranglar. Nimge chiroyli o'xshagan halva marvaitdek halva bo'ldi deb mushundaymiz. Qaranglar, quyuq suyuqligini shunchalik muvofiq halvaniki. Endi bu halvamizga meg'izni aralashtirib olsak bo'ldi qizlar. Meg'izni to'liq bir qur aralashtiramiz. Meg'izni yaxshi ko'rsanglar, samasanlar bo'ldi juma. Meg'izini yig'ig'i bir qonsin. Meg'izni az ko'rsanlar, yana sevsanlar bo'ladi. Pek isil halva bo'ldi bu qizlar. Halvamiz pishdi mana. Bu turgan sir yani ustiga o'rlab chiqadi. Juma pek moyliq emas, bu halvamiz shunchalik yaxshi bo'ldi. Menimcha tatliq darajasimi bo'ldi. Buningdan tatliq bo'lib kelsa, ko'ngillarga tegadi qizlar. Agar buni tatliq deb his qilsanglar, navatning miqdorini azaytsanlar bo'ladi. Hanım kızlar, mana halvalarımızmı şunçilik chiroyliqa, poqiroq, o'zgacha, ta'mi shunchalik esil pishib chiqdi. Oilada cho'qim bir sinab bekishinglarni umid qilaman. Men boy so'zlagan muhim nuqtalarga diqqat qilishinglarni umid qilaman qizlar. Bu halvalarimizni yumshoq nonlar bilan, bolkalarimiz bilan yeyishga nihoyatda mos keladi. Sinishlik bo'lsin qizlar.